Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Yangiyo'l tumanida 14-iyul kuni 2026-yil bir akamiz fermer xo'jaliklariga kelganmiz. Doniyor akani. Bu 25 gektarga pioner 2183 ekilgan. Burisi 10 kunlik holati. Gektarga 90 metrdan ko'chada ekilgan. 25-mart kuni ekilgan. 25-mart kuni ekilgan. Bugun 14-iyul kuni. Mana holati. Agrotexnika shu 2 marta kultivatsiya qildik. Aha. 2 marta ochar. Azot, fosfor, kaliy berilmagan a? Yo'q, bular Faqat o'g'il go'ng bergansiz, mahalliy go'ng chiqadi. qo'ying. Yana bitta narsaga ahamiyat beramiz. 25 sm mana qoldirilgan. Bu o'zi molga foydasiz joyida, molga oziqabopligi yo'q bu yerda. Bu ham misol uchun o'rilsa tonnaga qo'shiladi, lekin bu kishi qoldiryapti, chunki o'zini moliga beradi.